Sizda orttirilgan immunitet tanqisligi mavjudmi? Va shu sababli mehnat faoliyatida muammolarga duch kelyapsizmi? Unda videoni tomosha qiling. Orttirilgan immunitet kasalligi bilan yashovchi shaxslarni ishga qabul qilish yoki mehnat faoliyatida teng imkoniyatlardan foydalanishga to'sqinlik qilish mumkin emas. OIF bilan yashovchi shaxslarning maqomi mehnat munosabatlarini bekor qilinishiga asos bo'lmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining 2024-yil 10-yanvardagi birinchi sonli buyrug'iga ko'ra, OIF kasalligi bilan yashayotgan shaxslar uchun taqiqlangan kasblar ro'yxati belgilangan. Odam qoni va uni tarkibiy qismlarini tayyorlash va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan kasblar, turli jarrohlik amaliyoti, tug'ruq, dializ, viviseksiya bilan bog'liq kasblar, taqiqlangan kasblar ro'yxatdan tashqari barcha mehnat faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga egadirlar. Shu bilan birga, OIF bilan yashovchi shaxslar mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'ridan-to'g'ri inson huquqlarini buzilish hisoblanadi. Ishga qabul qilish jarayonida yoki mehnat faoliyatida ish beruvchi xodimdan OIF bilan kasallanganligi haqida ma'lumot so'rashi mumkin emas va OIF bilan kasallangan shaxslar ish beruvchiga bunday ma'lumotni taqdim etmaslik huquqiga egadirlar. Agar bunday holatlar yuz bersa, sud organlariga yoki Ishonch va hayot respublika nodavlat notijorat tashkilotiga yoki Huquq+ga yozish orqali huquqiy yordam olishlari mumkin.